Android qurilmalarida uchraydigan eng katta muammolardan biri bu albatta reklamalar hisoblanadi. Shu reklamalar hisobiga ko'pchilik Androidni tanlamaydi. Chunki o'rta budjet smartfoni bo'lganligi sababli ko'pchiligida reklamalar juda ham ko'p. Ayniqsa Redmi'larda. Shunday ekan, Google tomonidan taqdim etiladigan reklamalar albatta ularni o'chirish ham mumkin. Ya'ni qanday? Buning uchun sozlamalarga kiramiz. Bu yerdan ko'proq ulanish imkoniyatlar, shaxsiy DNS degan joyga bosib, sizda avtomatik yoki o'chiq degan belgilanib turgan bo'ladi. Siz uni shaxsiy DNS provider host deganni belgilab, u yerga dns.edguard.com ni bosib saqlaymiz. Saqlangandan so'ng yoki siz bunday topa olmasangiz, boshqa qurilmalar ishlatsangiz, ya'ni Redmi'dan boshqasi bo'lsa, qidiruv joyiga DNS ni bosasiz. Bu yerdan shaxsiy DNS deb chiqadi va uni ustiga bosib, yana shu joyni belgilab kirgizsak bo'ldi. Endi reklamalar qanday bo'ladi? Masalan, siz Chrome brauzeriga kirib, istalgan narsa qidirsangiz, masalan, Redmi haqida ma'lumot olmoqchiman. Redmi Note 14 ni oldim, bu yerdan reklamalar chiqib kelyapti. Masalan, GSMRN saytiga kiramiz. Bu yerda ham reklama chiqadi. Mana avtomatik reklama yuklanyapti, lekin u yuklana olmay qolib ketdi, chunki biz DNS serverini o'zgartirgan edik. Hali bu to'liq ishlamadi. Shuni o'zi to'liq ishlatish uchun telefonni bir marta o'chirib yoqamiz. Hozir bir marta o'chirib yoqaman. Mana smartfon ham yondi. Endi Chrome brauzeriga kiramiz. Chrome'ga kirdik. Asosiy ilovaga o'tamiz va qidiramiz. Redmi Note 14 deb qidirdik va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizga reklama, Google tomonidan reklama chiqmadi. Endi saytning o'ziga kiramiz, ya'ni boya iPhone 17 lar reklama bo'layotgan joylar bo'm-bo'sh. Ya'ni bizga hech qanday chalg'itadigan reklama yo'q. Reklamasiz kerakli ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Ya'ni bu faqatgina bu sayt orqali ishlamaydi. Boshqa saytlarda ishlatib ko'rishingiz mumkin. Mana bu aka programmasida ham biz juda ham ko'p reklamalarga duch kelamiz. Masalan, mana bu o'zimni akkauntimga kiramiz. Bu yerga kirgandan keyin mana bu rasmlarni ko'rsak, reklama chiqib kelish kerak edi. Mana reklama chiqmadi. Va shu bilan sizlar reklamasiz smartfonda ishlatasiz. Agar shu video foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini qizartirib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agar do'stlaringizga ham ulashmoqchi bo'lsangiz, ulashish tugmasi orqali ulashib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan Nusratullo Hamrayev, Texnomega kanali bo'ldi.